Tushda o'lik odamni tirilganini ko'rish. O'tmish bilan bog'liq xotiralar. Bu tush sizni eski voqealar, xotiralar yoki insonlar haqida o'ylashga undashi mumkin. Siz ilgari unutilgan deb hisoblagan narsalar hayotingizda yana paydo bo'lish ehtimoli bor. Hayotdagi o'zgarishlar, o'likning tirilishi ko'pincha yangi imkoniyatlar, qayta tiklanish va hayotning yangi bosqichiga o'tish belgisi sifatida talqin qilinadi. Agar siz muhim qaror qabul qilish arafasida bo'lsangiz, bu tush sizni o'zgarishlarga tayyor bo'lishga chaqirishi mumkin. Tugallanmagan ishlar, ehtimol hayotingizda hal qilinmagan muammolar yoki yakunlanmagan ishlar bor. Bu tush sizni ular bilan shug'ullanishga undashi mumkin. Yo'qotilgan insonlarga sog'inch. Agar tushda tirilgan odam siz uchun muhim bo'lgan kishi bo'lsa, bu tush unga bo'lgan sog'inch yoki uning hayotingizdagi ta'siri haqida bo'lishi mumkin. Yomon belgi. Ba'zi tush ta'birlariga ko'ra, bunday tush ogohlantiruvchi belgi bo'lishi ham mumkin. Masalan, kelajakdagi qiyinchiliklar yoki muammolar haqida ogohlantirishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.